ko'radi. Obtashasa butun umrga futboldanmadi. Lekin oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak akansi. O'zbekiston ko'rib turibdi, bugun o'yinchini boshiga tegib. Kirsa Rossiyaga bolalar yig'lab yotibdi. Bu qonunlar kirsa-mi? Kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga? Qachongacha tozalaymiz bor. Shumi tozalayapti? Kim bularga chora ko'radi? Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Qani adolat? Mehnat qilayotgan odamlar yerlarida kutib o'tiribdi, kutib yashayapti buni. Koronaviruslar bilan premiya olsam, bola chaqani boqalarni yashayapti. Bu kelyapti, kallasini o'qishayapti.